Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubormobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Aka, face to face bu qizchangiz bilan uchrashayotgan sevdanka emas u. Kecha bo'lib o'tgan konferensiyada Gold raqibini ochiqchasiga bosim ostiga oldi, hattoki uni jiyan deb atadi. Bu holat esa ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamaga sabab bo'ldi. Baqirilgandan keyin jiyan deyilgan. Jigar emas, jiyan deganman. Ko'plab muxlislar izohlarda jigar deb yozib vaziyatni yanada qiziqtirdi. Gold esa ushbu voqeaga befarq qolmadi va alohida video murojaat yo'lladi. Jiyan yutib qo'yadi dedi. Sen keyin maqtanib yuriysan, keyin xafa bo'lib qolmaysanmi? Jiyan yutib qo'ydi meni deb dedi. Bundan tashqari Gold raqibiga baqirganligi sababli juda ko'plab muxlislar Goldning kommentariyasiga va izohlariga kibr deb yozib tashlamoqda. Urib yuborishi mumkin, tepib yuborishi mumkin. Kibr, erkak bo'linadi, radnoy. Gold esa bu borada o'z fikrini aniq va ochiq aytdi. Qanaqa kibr bu? Qaqqa qilaman kibr qo'shilgan. Mayli. Bittasi ayollar baqiradi debdi. O face to face deyapman, u sevdanka emas, u qizchangiz bilan chiqsangiz bo'ladi u endi diskilar. 1 fevral Humo arenasida shiddatli janglarni guvohiga aylanamiz. Siz nima deysiz? Kim kuchli? Goldmi yoki uning raqibi? Kimning imkoniyati baland? Albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qolishni aslo unutmang. Mujugi buni gapini ko'ringlar-da. Aka, face to face bu qizchangiz bilan uchrashayotgan sevdanka emas u. Ikkita jangchi uchrashayotgan joy. Hamma narsa tayyor bo'lib chiqasiz face to face ga, psixologически ham, hamma narsa, har tomonlama. Urib yuborishi mumkin, tepib yuborishi mumkin. Kibr, erkak bo'linadi, radnoy. Qanaqa kibr bu? Qaqqa qilaman kibr qo'shilgan. Mayli. Bittasi ayollar baqiradi debdi. O face to face deyapman, u sevdanka emas, u qizchangiz bilan chiqsangiz bo'ladi u endi diskilar. Baqirmaslik. Hamma narsa tayyor bo'lib turish kerak. Saperniki ming kuchsiz bo'lsin, uni hurmat qilinadi. Jangni uni kuchsiz silabi bilinmaydi. Bitta udar hal qilib qo'yadi. Alloh aytgani bo'ladi. Bitta udar hal qilib qo'yadi. Shuning uchun hamma narsa tayyor bo'lib chiqish kerak. Kibrsiz, unaqasiz, yutqasiz, yurakdan xohlavering yutqazishni. Inshaalloh Alloh aytgani bo'ladi. Nima bo'lsa ham, yutsa ham, yutqazsa ham alhamdulillah deymiz. Mujugi assalomu alaykum. Ana baqirilgandan keyin jiyan deyilgan. Jigar emas, jiyan deganman. U nimaga jiyan deysan deb savol berdi konferensiyaga. Men aytdim, bizga yoshlarni jiyan deydi desam, keyin u menga aytdi. Jiyan yutib qo'yadi dedi. Sen keyin maqtanib yuriysan, keyin xafa bo'lib qolmaysanmi? Jiyan yutib qo'ydi meni deb dedi. Men aytdim, jiyan dedim, tog'angga suyan dedim. Yutsang men xursand bo'laman dedim. Keyin shunga jiyan deganman. Hamma jigar deb tushunibdi bu narsani. Yo'q, jiyan deganman qo'rqitilgandan keyin. Birinchi ochar yurakni baqvat qilish kerak-da inson. Yurakni baqvat, psixologически baqvat bo'lsa, inshaalloh bu yoqqa ketaveradi bu yoq. Mujiki duoda bo'linglar, gilamningiz. Alloh aytgani bo'ladi. Bizdan aytganimiz hech narsa emas.